Kun biroz issiq bo'ldi. Turistlar bu yerda ovqatlanishib o'tirishibdi. Biz bu yoqdan keldik. Endi bu yoqqa ketishimiz kerak. Xitoylik turistlarni qarang. Chekkada tomosha qilishadi. Mana Pamukkale'dagi o'sha mana odamlar bu yerda mana shu suvga kelib oyog'ini tiqib yurishar ekan. Bu turklarning menimcha shifobaxsh suvlari biz kerak. Odamlar qayerga ketgansa hamma odam bu yoqda ekanda. Bular hindlar shunaqa. Toshni qarang, haqiqatan ham pamuk deganda uzoqdan oppoq paxtaga o'xshaydi. Suvni qarang qanday. O'sha tepada. Oq toshlardan oq suv tushyapti. Bular o'zbekka o'xshar ekan. Ajoyib. Odamlar suvni ichiga kirib olib yotib olgan. Shifo va suv bo'lsa kerak-da. Ajoyib. Mana hisobidan bunday oppoq. Ana shu Pamukkale.